Qarang, hozir shunaqangi zo'r joy ko'rsataman, ko'rib maza qilasiz mana. Darvozadan chiqishingiz bilan mana qarang. Teleminora ko'rinib turadi. Qiziq. Mana buni ichida restoran bor deyshadi. Tushganlar bo'lsa bir yozib yuboringlar. Haqiqatan ham yaxshimi yo'qmi? Biz hozir Toshkent shahar Yunusobod tumanidamiz. Mana bu yoqda shundoqni yonimizda bo'z suv bor ekan. Mana bu xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. 14 metr fasadi, ichkariga to'g'risini aytsam bilmadim, so'ramanmi. Umumiy hisobda 3 sotuvni tashkil qiladi. Qarang. Mana bu tepasida boloxonasi bor ekan, ikkita xonasi bor ekan. Xo'p. Mana qarang. Mana zilyon zona kerakmi mana? Tekis to'rtburcha yer, juda ham chiroyli. Keling, hozir bir ichkarini ko'rsataman. Xo'p. Qani. Mana qarang. Boloxonada bu yoqdan chiqiladi. Bu esa bir katta bir hol qismi. Xo'p. Mana bu yoqda bitta yotoqxonasi bor ekan. Bu yoqda ham yana bitta yotoqxona bor. Mana bu esa mehmonxona. Ya'ni zal qismi. Bu yoqda yana bitta yotoqxona bor ekan. Umumiy hisobda 3 ta yotoqxonasi bor ekan. Ancha yomon emas. Narxi sal ozgina endi joyiga qarabda, lokatsiyasiga qarabda, shuning uchun shunaqa narx. Odatda odamlar lokatsiya sotib olishadi. Qolganini o'zim bilaman deyishadi. Telefon qiling, bog'laning. Bu xonadonimiz sotuvga chiqarilgan, 3 sotuvdan iborat. Toshkent shahar Yunusobod tumani, shundoqqina bo'z suvni yonida joylashgan. Ushbu xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. Pastda egalarining raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.